Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Yulduz Usmonovaning oilasi og'ir judolikka uchradi. O'zbekistonga kirib kelgan chang bo'ronini kosmosdan olingan surati e'lon qilindi. Vaziyat jiddiy. O'zbekiston havo ifloslanishi bo'yicha dunyoda yetakchi. Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar maoshi qachon $1000 bo'lishini aytdi. Qarshilik fronti qo'mondoni Hasibulla Panjshirdagi Tolibon harakati haqida gapirdi. Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga qasamyod qildi. Vaziyat tobora keskin tus olmoqda. Shavkat Mirziyoyev qum bo'ronlari haqida. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalida kuzatib borishingiz mumkin. O'zbekistonga kirib kelgan chang bo'ronini kosmosdan olingan surati e'lon qilindi. Gidrometeorologik ilmiy tahlillar, ob-havo prognozlari, tadqiqotlar, ma'ruzalar kanali Qozog'iston va O'zbekistonning 5-noyabr kunining yarmida sun'iy yo'ldoshdan olingan suratini e'lon qildi. Xabarda aytilishicha, chang g'ubor hodisasi bilan bog'liq xiralik Qozog'istonning janubiy viloyatlari, Tojikistonning qo'shni So'g'd, Toshkent, Sirdaryo qismi, Jizzax hamda Farg'ona vodiy viloyatlari atmosferasini bulut misol qoplab olgan va Surxondaryo viloyati osmonida ham biroz xiralik mavjud. Vaziyat jiddiy. O'zbekiston havo ifloslanishi bo'yicha dunyoda yetakchi. AQShning Toshkentdagi elchixonasida o'rnatilgan havoning ifloslanishini aniqlash datchiklari hozirda Toshkent havosi dunyodagi eng xavfli havo ekanligini, O'zbekistonning o'zi esa havo ifloslanishi bo'yicha birinchi o'rinda ekanligini ko'rsatmoqda. O'zgidromet kuzatuv stansiyalari ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt soat 12:00 holatiga Toshkent va Farg'ona vodiy viloyati keskinlik hududlarida ko'rinuvchanlik xiraligicha qolmoqda. Bu yuqoridagi hududlar atmosfera chang zarrachalarining ma'lum miqdorda turib qolayotgani fonida ro'y bermoqda. Shamol omili juda past. Ayrim stansiyalarda shamolsiz vaziyat kuzatilayotgani hisobga olinsa, chang zarrachalari havoda deyarli muallaq turibdi. Darvoqe, Toshkent va Farg'ona vodiy viloyatlari tog'li stansiyalarida xiralik yo'q. 5-noyabr kuni tog'li stansiyalarida ham xiralik bor edi. 6-noyabrdan boshlab Toshkent va Farg'ona vodiy viloyatlari atmosferasidagi 2-2,5 kilometr balandlikka ega chang bulut oqimi ancha bosilayotgani, hozirgi chang bulut oqimining yuqori chegarasiga 2-kilometrdan ancha pasayganligini anglatadi. Bu hozirgi holatda shamol omilining o'ta pastligi hisobiga tekislik hududlarida havodagi chang miqdorining biroz ortishiga olib keladi. Vaziyat tobora keskin tus olmoqda. Shavkat Mirziyoyev qum bo'ronlari haqida. Bugun 6-noyabr Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga kirishdi va qasamyod qildi. Ma'ruza davomida Mirziyoyev Toshkent shahrida kuzatilayotgan qum bo'roniga to'xtalib o'tdi. Yurtimizda ekologik tahdidlarning salbiy ta'siri ortib bormoqda. Buni kuni kecha sodir bo'lgan qum bo'ronlari ham yana bir bor tasdiqladi. Orol dengizining qurishi bilan bog'liq vaziyat tobora keskin tus olmoqda. Shu borada biz Orol bo'yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi sifatida e'lon qilish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining rezolyutsiyasini hayotga tatbiq etishda doir tizimli va kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirishimiz lozim. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi ekologik siyosati asoslarini tashkil etishga qaratilgan Butunjahon ekologiya xaritasini ishlab chiqish borasidagi faoliyatimizni jadallashtirishimiz kerak, dedi Shavkat Mirziyoyev. Qarshilik fronti qo'mondoni Hasibulla Panjshirdagi Tolibon harakati haqida gapirdi. Afg'onistondagi Qarshilik frontining qo'mondoni Hasibulla hokimiyat tepasida turgan Tolibon harakati haqida gapirib berdi. Bu haqda tegishli manba xabar qilmoqda. Biz Tolibonga bu yerda sizlar bizning xalqimizga, Panjshir va shimol aholisiga qarshi jinoyat qilsanglar deya aytmoqchimiz. Chunki har kuni qishloqlardan Tolibon o'g'illarimizni kaltakladi. Toliblar o'q uzdi. Yosh toliblar uyimizni zo'rlik bilan egallab oldilar degan xabarlar keladi. Ommaviy axborot vositalaridan shuni so'raymizki, har bir qishloqdan turib panjshirliklarning ovozini dunyoga yetkazinglar. Sizlarning vahshiyliklaringiz kechirilmas. Allohning yordami bilan tez orada Ahmad Mas'ud boshchiligidagi front hammasini yaxshi tomonga o'zgartiradi denglar. Biz esa mujohidlarning qo'mondonlarini qarshilik frontiga qo'shilishga taklif qilamiz. G'alaba 100% bizniki bo'ladi. Unda hamma ishtirok etishi kerak, dedi Hasibulla. Avvalroq Tolibon Panjshirdan minglab odamlarni quvib chiqarganligi haqida Afg'oniston qarshilik fronti vakillarining nutqida hamda Ahmad Mas'udning murojaatidan so'ng Tolibonga o'lim shiori ostida Afg'onistonda namoyishlar boshlanganligi haqida yozgandik. Mirziyoyev O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga
qasamyod qildi. O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti zimmasida yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman, dedi Shavkat Mirziyoyev. Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar maoshi qachon $1000 bo'lishini aytdi. 2025-yilga borib oliy toifali o'qituvchilarning maoshi $1000 ga yetkaziladi. Xuddi shuningdek, oliy toifali shifokorlar oyligi ham $1000 ga yetkaziladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasining qo'shma majlisidagi nutqida aytib o'tdi. Yurtimizda 3-Renessans poydevori barpo etish uchun bizga zamonaviy ilm va yana bir bor ilm, tarbiya va yana bir bor tarbiya kerak. Bugungi va ertangi kunimizni, yoshlarimiz taqdirini hal qiladigan yuksak malakali muallim va murabbiylar, professor, o'qituvchilar, haqiqiy ziyolilar kerak. Ochiq aytish lozim, biz bu zahmatkash fidoi insonlar oldida hali qarzdormiz. Shu boisdan ham qanchalik qiyin bo'lmasin, o'qituvchilar mehnatini munosib rag'batlantirish uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. 2025-yilga borib oliy toifali o'qituvchilarning oylik maoshini ekvivalent hisobida $1000 ga yetkazish choralari ko'riladi. Bu borada avvalo bog'cha tizimini maktab ta'limi bilan uyg'unlashtirish orqali bolalarimizni maktabga tayyorlash sifatini yanada yaxshilaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbari mamlakatning hamma hududlarida o'nlab yangi maktabgacha ta'lim muassasalari barpo etilishini ham ta'kidladi. Barcha bog'chalar har yili 2 million nusxadagi zamonaviy o'quv adabiyotlari bilan ta'minlab boriladi. Bog'cha xodimlarining professional tayyorgarligi va mahoratini oshirib borish g'oyat muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadga tizimdagi 160 ming nafardan ziyod pedagog kadrlarning malakasini oshiriladi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Qayd etilishicha, bolalar soni o'sib borayotganligini inobatga olib, yangi maktablar qurish, mavjudlarning moddiy-texnik bazasini mustahkamlashga, sohaning barcha bosqichlari o'rtasida uzviylikni ta'minlashga qaratilgan milliy ta'lim dasturi ishlab chiqariladi. Maktabgacha ta'limdagi qamrov darajasini hozirgi 62% dan kamida 80% ga, oliy tizimida esa 50% ga yetkazib, maktablarda ta'lim-tarbiya sifati va darajasini oshirishga biz birlamchi vazifa deb qaraymiz. Yangi oliy ta'lim muassasalarini tashkil etish bilan birga, talabalarni turar joy bilan ta'minlash bo'yicha boshlagan ishlarimizni jadal davom ettiramiz, deya ta'kidladi Prezident. Davlat rahbari aholi salomatligini ta'minlash bundan buyon ham bosh vazifa bo'lib qolishini urg'ulab, shunday dedi. Ushbu sohaga yo'naltirilgan mablag'larni 2 baravar oshirish, jumladan kelgusi 5 yilda oliy toifali shifokorlar maoshini ekvivalent hisobida $1000 ga yetkazish mo'ljallanmoqda. Yulduz Usmonovaning oilasi og'ir judolikka uchradi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova oilasi og'ir judolikka uchradi. Xonandaning onasi Rahimaya Usmonova bugun 6-noyabr kuni 95 yoshida vafot etdi. Marhuma ertaga 7-noyabr kuni o'zi tug'ilib o'sgan Marg'ilon shahriga dafn etiladi.